Hop mana bu yoqda hozimiyatini ishlari ham bitta eng qiziqtirayotgan savol bor ekan. Odamlarda mana bu pachoq bundoq iz bo'lib, bundoq anaqa bo'ladi-yu, ichiga kirib qoladi-yu, bundoq iz bo'lib kirib, misol uchun nima anu turbaga yoki nimadirga rishotkalarga ilib olishadi, to'g'rimi? Shunaqa momentda 100% to'g'rilasa bo'ladimi? Sal qiyinroq, lekin kirgan holatiga qarab turib to'g'rilasa bo'ladi. Bo'ladi. Metal cho'zilib qoladi, to'g'rimi? Cho'zilib qolgan qilsa bo'ladi. Faqat sal sezilishi mumkin. Bu yerda hozir nima bo'lgan? Bu yerda krilosi kirgan edi. Shuni to'g'rilayapmiz. Ha, o'sha oxirgi yetyapti. Yaxshi, zo'r. Bu yoqda bu mashina shumka bu bo'ldi, menimcha. Ha, Qodir aka, bu shumka bu bo'ldi, bu. Ovozini. Ha, bu mashina ham bu mashina himchiskasini qilyapti. Hozir keyin boshqa ishlarga o'tiladi. Panarqan